Endi vertebral karotit stil sindromi. Bunda nima bo'ladi? Umurtqa arteriyasi yoki bazilyar arteriyasi trombozi bilan og'rigan bemorlarda ichki karotit arteriyasi tizimida qon aylanishining buzilishi, belgilarining paydo bo'lishi, bosh miya arteriyasi doirasi, ya'ni Vilizev doirasi tomirlari orqali karotit arteriya tizimidan vertebrobazilyar tizimiga qon oqimi bilan ta'minlanadi. Bu holat vertebrobazilyar qon aylanish tizimi, qon tomir yetishmovchiligi, ichki uyqu arteriyasi tizimidan qon bilan ta'minlanishini namoyon bo'ladi. Ya'ni o'sha bilan yuqorida aytganimizdek qon bilan ta'minlanish ichki uyqu arteriyasi orqali bo'lar ekan. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizda qoling.